Assalomu alaykum, sevimli azizlar, qanog'inglar yaxshimi? Obdan turyotamsizlar. Bugun biz Qiyadagi ovchining Ahuzari nomli kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan Qozoq shoiri Muxtar Shahonovning suhbati asosida yozilgan kitob. Biz oldingi bobda, ya'ni ikkinchi bobning shu oldingi qitimliq yerda Muxtar Shahonov bilan Chingiz Aytmatov bu ikkilarning o'rtasida suhbatda asosliqi Qirg'iz va Qozoqlardagi dangliq yozuvchilar asarlar haqida bo'lingan suhbatlardan keldik. Bu yerda birisi Manas va Manasning shu zamonda Sovet ittifoqi tarafidan yo'qotilib ketishining oldini olish uchun cho'ng bir mardonalik ko'rsatgan qozoq yozuvchisi Muxtar Avizovning hayoti haqida so'zlayotdi bular bilganlarni. Davomlashtiramiz. Issiqko'l bo'yig'i silingan kangri dachining to'rida Muxtar Soqratninkidek bizning eramizdan burunqi ya'ni milodidan burunqi 399-469 yillardagi qadimgi Gretsiya faylasufi Soqrat. Yaypang manglini yilidan yilga olqini bilan siypab qo'yib, parang deganni erkin qo'yivetdi. So'z adabiyot bilan san'at to'g'risida shoxlanganda Avizov oldi bilan tilga kirib Chingizga hozirmi O'rta Osiyo, Qozog'iston, hatto butkul ittifoqdimi tenkilalaydigan yozuvchi yo'q. Men Lenin va mamlakat mukofotlarini bog'lash hayitining hayiti bo'lish sifatim bilan maqtalayotgan nurg'un asarlarni o'qib ko'rdim. Biroq hech qaysi Jamilaning qo'liga suv qo'yib berolmaydi. Bu fikrimni ittifoq darajalik matbuotda aytganman. O'qigansizlar, vaholanki uni mening fransuz do'stim Louis Aragonda ko'klar ko'tarib maqtagan, buyuk fikrlar aytgan hech kim yo'q. Qirg'izlar Olotog' bilan Issiqko'lni qozoqlar bilan tang yoylab o'rtaq foydalanib kelyapmamdi. Buningdan keyin Chingizni ikki xalqning o'rtaq farzandi deb, uningdan tang faxrlansak, ishtahli qilmaydigansizlar, qizg'anmaydigansizlar. Faqat ko'z bilan tildan yiroq bo'lsin deb so'z oxirini yuksak tilak bilan tugatdi. Hozirmi Qirg'iz adabiyotining peshvosi atalgan qadrlik Tugalboy Sidiqbekovning Tog' orasida degan 2 tomliq romani bilan sizning Jamila postingiz Lenin mukofotiga tang sunilgan edi. Ochiqni aytish kerakki, baholash hayitining tayanch a'zosi ham Tugalboy oqsoqolning qadinas aka-og'aynisi Avizovning bir eg'iz gapi bilan hal qilg'uch rol o'ynaydiganligi hammaga ayon. Mushundaq azmatlik siniqiga tushgan chog'dagi Muxtarning qilni qirqqa yorgan adolatparvarligini Tugalboy Sidiqbekov mundaq hikoya qildi. Tugalboy deganimi qirg'izlarning dangliq yozuvchisiga. 1961 yili 10-aprel komitetning navbatdagi yig'inida yoshirin ovozga qo'yilgan asarlar tanlab chiqildi. Tog' orasida ovoz qo'yilgan chog'da men sirtga chiqib ketdim. Ishki qiya ochiq qolibdi ekan. Bo'lim ichidan Ni Ixonovning, ya'ni rus shoiri, ko'p qismli ijtimoiy roman degan ovoz anglandi. Demak, bu mening asarimni qo'llagan edi. Keynidan Sergey Sergeyevich Semenovning Muxtar Umar Xanovich, siz bu asarning asl nusxasini o'qidingiz. Sizning so'zingiz eng hal qilg'uchi rol o'ynaydi degan anglandi. Dal shu chog'da Muxtar, men Jamilani yoqtiraman debatdi. Aytmatov, Elimi esimda. Jamila e'lon qilinish bilanla adabiyot gazetida Avizovning qisqa, lekin ishtiyoq bilan yozilgan maqolasi e'lon qilindi. Bu ulug' yozuvchining tilak fatihasi edi. Shuning bilan birga ulug' ustoz oldidagi yuksak mas'uliyatni tunigandek bo'ldim. Demak, Avizov mening o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytirdi. Keyin ittifoq jurnalida Bota ko'z buloq degan hikoyam e'lon qilinishi bilan Muxtarning Olmatadan solgan Chingiz asringni o'qib chiqdim. Hajab yoqdi, suyundim. Mushu yo'lingda yonma degan telegrammasini topshirib oldim. Tayyor qilib uni ta hozirgacha e'tiborlab saqlab kelyapman. Nima degan go'zal manzaralar, nima degan go'zal voqeliklar. Ya'ni birining asrini o'qib, uningdan huzurlanib, uningga ilhom madad berib, yaxshi tilaklarini ayamay, shunami? Shu No'ruzda Qashqarniki Opal, ya'ni Mahmud Qashqari qabrisi joylashgan Mo'llanbeg'i degan yer bor. Shu yerda No'ruzbuloq bor. No'ruzbuloq. Uningdagi Noyoy terak deymiz. Shu No'ruzbuloq bo'yida shoirlar yig'ilib naq maydon she'r o'qishadi ekanda. Shu vaqtida bir nazm o'qisa, oxisidan ulablamashaq naq maydon o'qishadigan yoki yozganlarini, masalan yozgan bo'lsa, yozganlarini o'qib bo'lib suvda eqitadigan shundaq ishlar bor ekan. Ondan keyin adabiyotchilar bir yerga kelib suhbatlashadigan degandek. Ba'zi chog'da shu adabiyot oshiqlari
kitob o'qishni yaxshi ko'radiganlar yoki gap qila oladigan, bir yerda fikr bir yerdan chiqadiganlar o'tirib soatlab paranglashib, qo'saq ochganni, kech kirganni tuymay qolgan chog'larimiz sizlarning mana shunday vaqtlaringlar bo'lgan, mening bo'lgan. Shunda hozir og'zimga seriq suv kelyotdi shu chog'larni o'ylasam, xiyol qilsam. Bu insonning ro'yitini yosh tutadigan narsa. Bizni biz qilib turadigan narsa. Mushundaq insonlar eshik arvodan mashinaga chiqdi, aeroplanga chiqdi. Turmushimizda nurg'un mashinalar bo'ldi, qulaylashdi. Hayot, kompyuter, tor texnikasi, u bu nurg'un narsalar bo'lib ketishdi. Ammo ro'yimizning cho'nqur qatlamlarida qoldigan narsalarni biz yana shu burunqi atam aytgan boyaqa deb qo'ymizku, dadamiz degan, ota-onamiz degan, ota-bobolarimiz o'ylagan qilgan haqiqatlar bo'yicha shu topadi ekanmiz yana. Qaltis asarlarni o'qinglar. Ma'nodan keyin yaxshi kitoblarni, "Ma kitoblarni o'qinglar" deb kitob tavsiya qilgan bo'lsanglar, oxiridagi baho qismiga yozib qo'ysanglar, "Ma kitob tukkandan keyin ashta yaxshi kitoblarni o'qinglar." Bo'lsa, mishada bundaq kirib o'zaro o'qishsak, suhbat kitoblar haqida suhbat qilsak, texim yaxshi bo'lgudek. Muxtar 60-yillarning beshida Bishkekka kelganda uningga uyimizni ko'rsatgan edim. Dangliq yozg'uchi keladigan degan xabarni anglagandan boshlab, onam Nag'ima uy ichini qiqishtirib, tozalab, to'yiga yumshoq ko'p silib, shirani bir kun avval rastlab qo'ygan edi. Tunji o'g'lim Sanjar mo'msiga ko'rsatmay shira ustidagi qizil olmalarni elib chiqib, o'zi yeb qolganlarini qo'lim qo'shnilarning bolalariga ulashtirib beribdi. Shunday qilib yurganda onam o'g'irliqning ustiga tushib qopti va "Voy Allah, ma miyman qizgan olmalarni tugitibdi-ku, endi qanday qilay" deb Sanjarning quliqidan tutib daqirib so'rab kelayotganda Muxtar kirib qopti va onam bilan nevarasining qiliqidan huzurlanib kulgan ustoz "Ochiqingizni yening" deb tentakni onasining qo'lidan bo'shatib olgan. Biz qirg'izlarning ulug' manaschisi Soyaqboy Qaralayev bilan o'dli qo'shni edik. Burundan qadinas do'st bo'lib yurgan buyuk ikki zotning shu kuni kech dasturxonda o'ltirib aytgan paranglarining shohidi bo'ldim. Mehmonlarni salqindash uchun sirtqa manganda onam kenji mehmonlar salqindash uchun sirtqa manganda onam kenji nevarasi Asqarni Muxtar o'ltirgan o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'ydi. Onam buni bayqab qolgan yozg'uchiga qarab, "Udumg'u, bu bola takir o'zingizga o'xshash xalq qadrlagan azmat bo'lsin da'vataman" dedi. Muxtar mamnuniyat bilan boshlang'ishdi. Onalar, men kichkimdan bir narsalarni yozatdim endi. Uyda uy tozalagan vaqtida bir tal qog'oz uchirib, ustida xat bor qog'oz bo'lsa, mo'mam savodi yo'qda. "Bolam, sening qog'ozingmi? Bolam, mani ishlatamiz." Uyda hech bir masalan kitob bizda mana kitob yetib ishlatilgan ish yo'qda va kitoblarni har vaqt egiz yeb qo'yatdik. Masalan, gazet jurnallarni nalqadak obrnilar ishlatilgan ishlar bizningki masalan buvam deydi. Buvam bek o'qigan kishi. Ayni chog'da 1950-yillarda Qashqar Darul Muallimin Qashqar Jenku deydi-ku, hozirgi shu Qashqar pedagog universiteti shu o'shani bitagan. Deydi biz faqat kitob xatba narsani qalaymaqan maynat tashlamaydik, ishlatmaydik. Balkim shu sababdan bo'lsa kerak, kim meni bu bolam bek bijim yozadi demdiki, hamma narsani bolam mani ishlatamiz deb so'raydi. Keyingi vaqtlarda jurnallarga asarlarni avatib qolgandan keyin jurnallardan telefon keldi bir qatam. Shinjon madaniyat jurnaliga bir hikoyam chiqdi. Shuni chiqqandan keyin Qurbon Mahmud akamiz telefon qilibdi. Qurbon Mahmud akamizning ovozi diktorlardek bek chiroyli. Ham ana deymiz, yosh yigitlardek chiqadi ekanda endi. Mo'mam amaliyotda balkim mash Qurbonkom bilan tang demak kelishi mumkin. Endi ovozidan mundaq yosh o'zidan kichik o'ylaydi-da. Shuning bilan menda debdi. "Voy Qurbonjon bolam, bizning gapimizni ma qizil anglamaydi. Kitobni jiq o'qiydi, o'qiyverib beshida chiqqanmidi? Buni chirog'ini o'chirvasak, qo'l chirog'ini yotqanning ichiga tiqib o'qibdi. Bizning gapimizni anglamaydi, sizlar bir gap qilib qo'ysizlar bolam. Buni chiqqanmiz qanday ayagveramiz buni?" deb shuni debdi degandan keyin shu vaqtida cho'ng opamga işte debdiki, "Bundaq bolalarni sizlar tug'ibsizlar, lekin bu millatning bolasi. Ashtaq o'qiydigan bolalarni bizga yo'lga savatmamsizlar, biz bir o'qitib olaylik. Mayli to'sib nima qilsizlar o'qisin. Qalim kuchli qiz ekan" deb. Ondan keyin mening aspirantlik o'qishimdimi menga ya'ni bek
xaltasi yordam qilgan. Aspirantlıq imtahandan o'tdim. O'tgan bilan mening ishlayotgan idoramdan buningga yo'l qo'ymadi. Ma'rif idorasida ishlaytdim. Shuning bilan hamda u ma'rif idorasidagi ish degan bek yo'g'on bir ish. O zamonda 2008'larda imtahandan o'tib qilalis ish topdi, bo'lmasa ish topolmaydi. Xil dashu olimcha. Davg'andan keyin bu xizmatni tashlab atsang, 3 yildan keyin jahon qanday bo'ldi, qanday topsa, uydagilar shuna deydi. Shu chog'da nimaga bordim? 100 dirham imtihon qatnashishga. O chog'da da Asad Ma'lum, Asad Sulaymon Urumchidagi vaqti. Shuning bilan men shu nimaga aspirantlikdagi 100 dirham imtihon qatnashishga borgan vaqtimda Qurbankam degan Urumchiga kelsangiz cho'qim men bilan ko'rishib men bolam deb. Ha deb kirdik o chog'da da San'at Demakning oila qorasidan keyinda bir binoda 5-qavatdan 4-qavat bir binoda ekandik. Qari Salat adamiz bilan birga ishlayotgan vaqtlarda. Shundan chiqdik shu vaqtida bu jarayonni ayt uzun bir hikoya va uni ayrim bir deb beray. Keyin kelib o'tirib, qarab, endi mening chiroyim bo'lsa kichik chiroy ham o chog'dagi kiyinishim bek atlasishdan ko'ynak beshimda do'ppi bordi. Kichik bundan qarasa 14-15 yoshli qizlardek ko'ringan bo'lsam kerak. Qarab yana bir men bir Mo'may opamizni yutilib olgandim shu jurnalga mengib ekandim. Shu Mo'mayni yo'lab kelgan navrasi deb o'ylab qopti ekan. Shuning bilan mami sizni izlab kelibdi deb. Sizmi dedi deb men işte Aynurda o'qin desam. Shunday hayron qolgan. Shuni yozgan sizmi deb shuning bilan işte imtihon belgili keldim, shundan kelgandim desam, Asad Ma'lum telefon qildi. Telefon qilsa Asad Ma'lum telefonni bir oshxonada unutib qopti ekan, bir nima oldi oshxonaning kutkisi oldida. Shuning bilan Qurbankam deydi. Hozir ma telefon Night Uyg'urlarning dangliq bir o'g'lonining telefoni. Bu telefon yutib kelsa qat'iy bo'lmaydi. Mush telefonni qo'yib qo'y, hozir birsini avatima berib avoldi dedi. Shunda xalqi shu vaqtda pek suyunib ketgandim. Keyin jiq ilhom madadlarni ba'di uydagilarga xizmat ishlagan bo'ldi, telefon qilib bu bolani o'qitinglar u deb uydagilar xizmatni qanday qilsa 18 ni oshgandan keyin hamda ayga beramiz degandek gaplar bo'lib. Shu chog'da da Qurbon Mahmud akamiz bizning mo'mamga, anamga jiq telefon qilib bu bolani o'qitinglar deb. Shuna qilib aspirantlikda o'qidim. Xizmatni tashlagan bo'ldik degandek. Bizning ustozlarimiz, bizning cho'nglarimiz boshqalarning bolasini o'zining bolasidek ko'ra oladigan, millatni o'zining qalbiga sig'dira olgan, bu millat uchun foydali ish, bu millat uchun foydali odam, bu millat uchun foydali asar, bu millat uchun foydali ish deya oladiganlar bek qimmatlik. Haqiqatan Qurbon Mahmud akamiz uchunmi bek jiq duo qilmayman. Tinch amon bo'lsin, nada bo'lsa. Shu. Bu yerda Chingiz Aytmatovni shu kichik vaqtida asarlarini va yaxshi yozibsa deb madad berib, atrofda qo'llab, shundoq o'zi dangliq Muxtar Avizov degan dangliq o'choqlarda Chingiz Aytmatov endi asar yozayotgan qo'ng'altoq chog'larida Muxtar Avizov degan dangliq bo'lib ketgan shu zamonlarda Chingiz Aytmatovning yozgan bir asariga ashadni telegramma yo'llab, "Voy menda yaxshi yozilibdi" deb yozgan asarlarga obzor yozib, "Men maningdan dangliqdim" demay, shunday qilish degan bek cho'ng ilhom, bek cho'ng madad bo'ldi. Mana buni biz esillik deymiz. Shaxanov Muxtarning Sayoqbay Qaralayevni o'zining mashinasiga selib, Olmataga opirib, Qozoq davlatlik universitetining o'quvchilari bilan maxsus uchrashish o'tkazib, qirg'iz xalqi bilan qozoq xalqi ichida yo'qolib ketayotgan esil zotning eng oxirgi avlodi mushu kishi shu ko'rolinglar deb manos aytqizgan kichikina bir tarix. Yozuvchi hayotining oxirgi yillarida Issiqko'ldagi dachasiga pat-pat berib, mana to'g'risida Sayoqbay bilan Bo'ltirik polvonni qatnashtirib, cho'ng epos xarakterlik roman yozaman deb material yig'ishga boshlaganligini xaloyiqning hammasi bilmasligi mumkin. Biroq uning armoni qiltaq qurib, maqsadiga kishansagan taqdirga nima degilik. Qaysi bir yili Yolqin jurnalga bosh muharrir bo'lib yurgan chig'imda Louis Aragonning beqib olgan bolasi Jon Reysta qo'nog'iga kelgan edi.
Allatağның ko'rkam manzarasini tomosha qildirib, erkin ozod sirtishib yurganimda, jon Rista sizga Lui Aragonning 20 asrning yorqin hodisi qatorida zo'r hurmat bilan qaraganligini esladi. İzgilik musabaqasida qo'ltig'ingizni yo'lagan qo'sh ustozning oldida sizmi shogirdlik burchingizni ado qildingiz. Lui Aragon boqiy olamga safar qilgan chog'da alohida maqola yozdingiz. Marhumga ro'yiga motam bildirish uchun Parijga berib keldingiz. Avizovning bir chog'da ideologiya jihatdan butunlay aksiyatchi asar deb baholanib, siyosatning o'tkir qoychisining besiga tushib ketgan Mudhish zamon degan romanini yuksak obro'yingizni dastak qilib, Yangi dunyo adabiy jurnalida e'lon qildirib, xalq bilan qayta yuz ko'rishdingiz. Mushu ulug' emgikingiz uchunmi qozoq xalqining ilgirkidanmi o'zgacha muhabbatiga sazovor bo'ldingiz. Elning olqishiga erishgandan keyin hakovrlashib, asliga osiylik qilgan talay noinsoflarni ko'rganman. Bundaq ta'tirlik sizga yot. Kichik beyillikning esil xislat ekanligini yana bir qatim dalillab chiqdingiz. Yoq yurtning bu so'qisi qadam qo'yganimda safarga o'zim bilan birga ilib chiqadigan ikki milliy guhrim bor. Ular Manas bilan Muxtar Avizov degan Muxtar Avizov. Siz kim bo'lasiz? Qozoqmi yoki qirg'izmi deb so'rganlarga, men oldi bilan mushu ikki milliy xazina haqida so'z boshlayman. Bular mening xalqimning belgilari degan siz siringiz mushu o'yingizning dalili emasmi? Aytmatov. Bu faqat do'stlik bilan javob qaytarishligu. Men bu ikkisining menga qilgan yaxshiligining 100dan 1 ado qiladiganim yo'q. Shaxanov. Qozog'iston Cumhuriyetining elchisi bo'lib, Qirg'iz xalqining muqaddas tuproqqa qadam bosganimda o'zim bilan birga bir pushaymon birga keldi. Aytmatov. Qandoq pushaymon? Shaxanov. Sayoqboy Qaralayevni ko'rolmaganlikim. Ko'zga ko'ringan rejissyorlar T.Ukayev, Beshamshev bilan Mevevikilflarning hujjatli filmlaridan uning ma'nosini ayta oladiganligini talay qatim ko'rdim. Uning har bir harakatiga, voqeaning rivojiga, aytish qudratiga talay qatim shunchalik hayron qoldimki, hayajonlanib ko'zimga yosh oldim. Keliningiz Qanishoyim ikkimiz dunyodan boldir ketgan shoir do'stim Julun Mamitovning rafiqasi Mangdini, farzandlari Oygirim bilan Azmatni opirib, ulug' manaschining ro'yiga atab Qur'on o'qitib, qabrisiga gul qo'ydik. 20 asrning mushu ikki himmatlik o'g'li qaysi sifatlari bilan esingizda qoldi? Aytmatov. Taqdirning himmati bilan qaysi bir yili Sayoqboy bilan birga Chu o'lkasidagi kolxozning biriga borganim esimda. Qaralayev kepti degan xabar hash-pash deyish taraf-tarafga tarab ketdi. Yiroq yayloqlardan, tog' etaklaridagi fermalardan ulguralaganlar mashina bilan, ba'zilari traktorga yamishib, hatto yoyoq mengib xaloyiq tushma-tushdan cho'qirishib keldi. Qaralayevning san'atiga intizor bo'lganlar shunchalik ko'pki, kolxozning klubiga patmay tang yerimiz sirtib turishdi. Buni ko'rgan Qaralayev Manasni ochiq maydonda xaloyiqning o'ttirsida turib aytmoqchi bo'ldi. Sayoqboy klub oldidagi palampayda o'tirib, uni o'rib olishgan xaloyiqning ko'pchilikki yerda chaza qurib o'tirishdi. Ba'zilari bo'lsa mashinaning ustiga chiqib, ba'zilari ot ustida turib, ulug' dastonga quloq selishdi. Bir chaqda ufqdan ko'tarilgan qora bulut ularning ustiga keldida, xuddi tegi yo'qchilikdek yomg'ir quyibdi. Biroq Qaralayev yomg'ir bilan baslashib nazmi to'kdi. Uchamdagi qira buzilmagan yangi kostyumim buzildi deb ansirgan bo'lsam kerak. Yolg'iz o'zim klubning bir bulog'iga berib, yomg'irdan panolanibdiman. Qarasam mendan boshqasi midir-sidir qilmaydi. U yolg'inimdan o'rnim qaytib keldim. Beshimga tushgan yomg'ir suvi o'shqig'i yetsimi, ta manaschi nazmisini to'xtatguncha hech kim o'rnidan qo'zg'almadi. Bu voqeadan ilgari yuz bergan bir qiziq ahvol esimda. 1959-yili Moskvadan o'qishni tugatib yurtimga yengil qaytib kelgan vaqtim. Partiya maktabining ixlosmandlari Sayoqboy Qaralayev, Qarmulla Urazovga o'xshash qirg'iz xalqining mashhur allomalarini chaqirib, maxsus uchrashuv o'tkazdi. Anglag'uchilar ichida yolg'iz qirg'izlar emas, rus, germanlar degandek xilma-xil millatning vakillari bor edi. Aytishayotgan manaschilar bilan shoirlarning ko'pi ruscha bilmaydi. Orasida tarjimonlik qildim. Navbat Sayoqboyga keldi. Manasni qancha yashingizdan boshlab aytdingiz? Dastlabki ustozingіз kim? Bir odamning beshiga shuncha zo'r nazmlar qandoq siqqandu deyishib yig'ilganlar savol yog'diribdi. Bola vaqtimda qo'y beqib yurib, trakning tuvida uxlab qoptiman deb hikoyasini boshladi Qaralayev. Kun peshin bo'lganda ot tuyoqlarining duprilishidan uyg'onib ketdim. Uyquliq ko'zimni ochib qarasam, arg'amoq mingan gavdalik bir kishi to'p-to'g'ri menga qarab quyundek uchib kelyotdi. Qo'lidagi nayzasi kun nurida vol-vol qilib chaqnaydi.
Tulparning ikki ko'zi cho'g'dek yenib, eg'iz-durqini g'arch-g'urch chaynaytdi. U quyundek tezlik bilan kelib tizginni tortdi. Otdan oldirmay tushdi-da: "Hey, bola, bu nima yetish?" dedi. "Uxlab qoptiman." "Sening beshingga zo'r baxt qo'nadi. Buningdan keyin sen Manas dastanini aytsan. Qani, og'zingni och." Og'zimni ochishim bilan heliq odam og'zimga siyvatdi. Oq marjondek to'kilayotgan ko'pik dastidan tunjiqib qabul qilib qoldim. Shu an heliq otliq kishi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Manga uchirgan arvo balkim Xizrdir. Shuningdan boshlab Manasni etib ketdim. Qaralayev hikoyasini to'xtatilgandek emas. Men uning agishib tarjim qilyapman. Voqeaning dal mushu yerga kelganda manglayim ta'lab qiynaldim. Dalma-dal tarjim qilsam, ko'pchilikning orasida ayollarmi bor, boshqa millat vakillari arvo Xizr deganni tushunmasligi mumkin. Amalim ketgachga yilqi voqeaning avjini og'zimga tükürdi deb tarjim qildim. Buning o'zimi anglovchilarga bo'sh ta'sir qilgani yo'q. Shundan bir oradan nurg'un yillar o'tdi. Bu vaqtda hech kimga tushirib bir nima demadim. Faqat yaqinda Bilgiyada o'tkazilgan bir uchrashda Qaralayev akaga munosabat shu voqeani aynan bayon qilib berdim. Bir Fransiya yozuvchisi, "Buni nemishqa yoshirib yurgansiz? Eng karomat yeri mush emasmi?" deb hayron qoldi. Shaxonov: Dunyodagi xalqlarning eg'iz adabiyotida ne dostonlar, epik she'rlar, qissalar, hikoyalar bor. Shularning hech qaysisi hajm jihatdan Manas dostoniga yaqinlaganmi emas. Ulug' Omirning asovatdek uchqur qalbidan dunyoga kelgan Ilyada bilan Odissa dostonini qo'shganda hajm jihatdan Manasdan taxminan 20 hassa oz. Hindi xalqining iftixoriga aylangan Mahab Xarataning o'zi qirg'iz dostonidan 2,5 hassaga yaqin kam. Bu buyuk dastonni qirg'izlarning xat tonimaydigan ulug' dastonchilari uda 6 oy etibmi tugtanmagan-ku. Odamning kallasiga mushunchalik narsa keraklar sig'ib ketadigan-a. Har bir davrning oqil dastonchilari Manasni esida putilib kelgusi avlodlarga miros sifatida qoldirib o'tgan edi. Dal mushu mijoz qirg'iz millatini dunyodagi yuksak farosatli xalqlarning oldin qatoriga qo'shdi. Burungi asrlarda Manasni aytgan ulug' dastonchilarning nomini dono tarix esida saqlab qola olmadi. Balki Manasni aytish ro'yitimizda bor an'anaga aylanib ketgachga, hatto uni avloddan avlodga omonat qilib yetkazib turishni har qaysisi o'zining muqaddas burchi deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Faqat oxirgi asrning chembiridan olsak, o'zgacha qudratli manaschilarning soni 40 dan eshib ketadi ekan. Shularning ichida Sag'inboy O'rozboqov eng oldida turadi. 1930-yili 63 yoshida, ya'ni payg'ambar yoshida dunyodan o'tgan bu kishining eg'izidan xalq eg'iz adabiyatining ixlosmandlari 180 ming misroliq bir necha tomliq dostonni qog'oz yuziga tushirib olgan. U yillarda hozirgidek unalg'i yo'q. Döngü chapqan arg'amakdek uchqar ilhom egisini endi qizivatgan vaqtda to'xtatib, uning aytganlarini yezivog'icha qontirib qo'yish nima degan azob-a? Bundaq chaqda Sag'inboy shunchalik ochchig'lanib, ba'zi yerilib ketayli deb qoldi ekan. Shundaq bo'lsa-mu, ulug' dostonni tunigundan bugunga ulg'an qirg'iz xalqining qimmatli farzandlari baliq bilan Keldibek, To'g'liq mulla bilan Mulla Bosonga, Yusuf Momoy, Saydana va boshqalarga avlodlar nomidan rahmat aytish farz. Qirg'iz adabiyotining klassiki To'g'liq mullaning o'zi, ya'ni 1860-yili tug'ilib, 1942-yili vafot bo'lgan. Manasda aytibli qolmasdan yana uni xotirlagan. Uning azan chaqirib qo'ygan ismi Boyimbat bo'lsa-mu, avuldoshlar uningga baldir xat to'nganlikda mulla, vejikini yumala turqiga qarab To'g'liq, ya'ni Do'g'loq deb qo'yamiz-ku bizdagi. Do'g'loq degan gap shu, shumaloq deb laqam qo'yib olishgan edi. U dal mushu To'g'liq mulla nomi bilan butun olamga tunilgan emasmi? Manaschining tug'ilgan yeri Narin oblasti Aqtala noyisi Qurtqa ovuli edi. Bir kuni Barmat Yusupjonova degan kelinchak ishxonamga atayin izlab kelib, To'g'liq mullaning arab yizig'i bilan mojandek yozilgan qo'lyozmasini menga taqdim qildi. Klassikning bebaho mirosini yiqibroq qo'limga olib zan silib qarasam, Manas dastonining o'zi aytgan nusxasi ekan. Buni Milliy fanlar akademiyasiga topshirmadingizmi deganimda, narinliq u ayol. O'z vaqtida Cho'qon Valixonov bilan Muxtar Avizov boshlagan Qozoqning nomusli farzandlari Manasga hisobsiz hassalarni qo'shdi. Bu misrasini shu ulug'larimizga va sizga bo'lgan hurmatimning belgisi qatorida qabul qiling. Nega topshirib kimga o'tkazsangiz bu o'zingizning ishi. Men bu mirasni ishonchli qo'lga berib vazifamdan qutuldim dedi. Endi mushu mirasni Qirg'iz Milliy fanlar akademiyasiga hurmat bilan o'tkazyapman. Aytmatov Muxtar, bu qirg'iz xalqining uningga bo'lgan ishonchisi ham uning umidli farzandiga aylanganligining dalili. Umuman olganda, xalq eg'iz adabiyotining ne javhar nusxalari texnicha to'liq to'planmayotdi. Shaxonov
Мушу манасчыларның пешвасы Саякбай Каралаев екенлigi yuqorida tilga olgan edik. Asqar Aqayev Qirg'iz xalqining Mikelanjelosi. Ya'ni Mikelanjelo 1475 dan 1564gacha Italiyada yashagan dаңлык haykaltirash va rassom. Deb baho bergan Turg'unboy Sadiqov O'rta Osiyo va yaqin Yiroq ellarda zo'r obro'ga ega. Texi yaqinda men o'zatga Qozog'iston Jumhuriyatining prezidenti Nursulton Nazarboyev nomidan Farosat ordenini topshirdim. Turg'unboy aka bir qitim Sayaqboyning haykalini tosh yuziga qandoq tushirganligini menga mundaq so'zlab berdi. Manas xotira saroyining ikki tarafiga uni aytgan ulug' san'atkorlarga obida o'rnatay degan o'yda 70-yillarning ichida bu ulug'larning eng oxirgi avlodi Sayaqboyning qiyofatini marmar toshga tushiray deb o'zi bilan uzoq paranglashdim. Uyda o'tirib sirdashdik. Bog'larni aralab sayla qildik. Uzundan buyon Sayaqboyning chiroy ifodasidan ko'ngil shodlanganlik alomatining julosini ko'rolmay jon pinim chiqdi. Zilva bo'y, yavaş buvay. Uni tashning yuziga ko'chirsak nima foyda olamiz? Sayaqboy aka. Manasni aytib beringchi, davatdim toza qiynalgan bir chaqda. Voy nima karomat yuz berdi desingizcha. Manaschi ko'z oldimda churtla o'zgarib ketdi. Eliqi yavaş oqsoqolning soyisimi ko'rinmadi. O she'riyat ko'chisida mangan sira qoshqapoqlar lipildab, ikki miris tavrinib, qo'li havoni o'ngdan so'ldan qamallaydi. Manasning qo'ng'irboy bilan bo'lgan urushini bayon qilayotganda Sayaqboy dividek shiddat bilan nar tortibdi. Birdilla bo'ron chiqib, hozirning o'zidila meni uchirib ketadigandak his qildim. Darhol Manaschining yuziga qarab edim. U fani olamni butunlay unutib, birda baqay oqsoqolga, birda sirg'oq bilan olmanbatga, birda shuvoq bilan erkakchiga aylanib, ko'zidan yosh to'kilib, ochiq terlagan tulpardek boshqacha bo'lib ko'rindi. Menga lozimmi dal shu edi. Men uning bu qiyofatini aynan sezib oldim. Xuddi qirg'izlarning tog' dalalarini quchqimga sig'dirmoqchi bo'lgandek, ikki qo'lini keng so'zgan Sayaqboyning ilhomlangan paytini ifodalagan shu haykal hozir Bishkekdagi To'qtag'ul Satlanov nomidagi davlatlik musiqa zalining oldida manglayni aptab qaqlab, ulug' qissasini mangulik kuylab turadi. Qirg'iz bilan Qozoqda ulug' siymolar oz emas. Shularning biri ham xalq ig'iz adabiyatining olimi Jambil Jaboyev. Qirg'iz, Qozoq har ikkilisi bir jon, bir tandek ayon bo'lgan Jambil hayotining oxirgi 9 yilida Qozoq avlodi chiqib boqmagan obro'y cho'qqisiga ko'tarilib, 20-asrning Homeri otilib ko'z yumdi. Aytmatov. Jambil Qarapayim umridimi shu chaqning madaniyat muhitimi oz uchraydigan hodis bo'lgan edi. Shaxonov. To'g'ri aytasiz. Ma'vu voqeaga quloq soling. 1938-yili Grozin mamlakatining ulug' shoiri Shota Rostavelining Yo'lbars terisini yepingan Batur nomli dastoni yozilganligining 750 yil to'lganligi xotirlandi. To'yga Qozog'istondagi Jambil boshchiligidagi bir to'p adabiyot san'at sohasidagi arboblar qatnashgan. Jambilning yanida taqdimotlik inisi, mashhur shoir ham sozanda Kenan Nazarboyev bilan bo'lgan. Shu safarda 92 yoshdagi Jambilning bir kitninkidek ko'zlari bir Grozin go'zaliga tushib qolmamdi. Qosh ko'zlari o'ynab turadigan Majnuntaldek evrishim yosh qizning jilva nozlari oqsoqolni qattiq ram qilib, uning yurak bag'rini o'rtaydi. Belli desangchi. Shu voqea haqida mundaq bir she'r yozgan edim. Yoshliqimi o'ynaq ko'ngilning, yoki chechak ochgan armonmi? Yuzga kirgan shoir Jambil kirib havas kayniga, voh karomat. Gruziyaga borganda oshiq bo'pti Majnun kabi o'zi go'zal Layliga. Mana bugun u davrning botiri, uchqur vaqt oqsoqolni egalmabdi o'ziga. Bu nimanda qaysar uzluq deb bir o'rus shoiri yosh elibdi ko'ziga. Bardur cholningmi chopqir armon tulpiri. Yurakliki chang keltirar dalani. Go'zallikdan his qilishdan qolgan jon, bilmamdikin ko'pdan mahrum qolarni. Yerda bo'ron yalmab yutgan iz ozmi? Bo'shanglarning yo'li hamon tar bo'lgan. 30 yoshda mumay bo'lgan qiz ozmi? Yigit ozmi 35da chol bo'lgan. Kim yosh, kim chol? Chol degan qari degan gap. Vaqt o'zi tanlaydi. Yigit degan ot qilib minar gulgun xiyolni, o'ti o'chgan erkakni ba mavjudot tillaydi. Baxtliksan har bir tangda ko'zingni, go'zallikda sug'urishdan qochmasang, qeridim deb aldimag'in o'zingni, qerish yoshda o'lchanmaydi hech qachon. Aytmatov. Chiroyli qerishni bilishning buyuk san'at ekanligini,
Yani qerisimi yoshlikni yo'qotmaslikqa bo'ldiganligini so'zi bilanmi, amaliyati bilanmi isbotlab o'tgan sanoqliq bovlarimizning biri yana shu Jambil ekanligiga qil sig'maydi albatta. Bu oshiqlik haqidagi hikoyatni afsona rivoyat sifatida qabul qilish kerak. Buningda xiyollar parvozi asos o'rin turadi. Tug'ma shoirlik karomatining o'zi shu emasmi? Ilgari ko'ni tuzil mezgilda el orasida qaynab chiqqan iqtidorliklarning nasiyat qo'ylar sifatida foydalanilganligi haqiqat. Xat to'nimag'achqa Jambil oqsoqolga maxsus kotib belgilab berib, hatto kuylaydigan mavzularini tanlab bergan-ku. Shaxanov. Jambil to'g'risida hozirmi xaloyiqning ichida ep qochdi gaplar samandek. Biri Jambilda cho'ng iqtidor yo'q, yana shaxsga cho'qinishning ketmini chapdi deb ayblashidi. Lilla gap qilsaq, shu chog'dagi yozma adabiyotning mashhur vakillarining birari bo'lmasa, qolganlari butunlay Lenin bilan Stalinga kuy beg'ishlab, ularni bas-bas bilan maqtashmadimi? Zaman shundoq bo'ldi. Yana kelib u chaqlarda xalq doilaga mutlaq ishondi. Har qanday biriga uni o'z zamonasidan ayirib yoki uningga bugungi nuqtai nazar bilan qarab bir tarafdan baho bersak, ig'ir darajada adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Aytmatov, to'g'ri aytding. Shaxanov, Jambil oqsoqol Qirg'izning Nini Otash Suvon nechtar tillik shoirlari, nag'ma navochilari bilan qiyomatlik do'st, qarindosh bo'lib, o'z san'atlari bilan ikki xalqni sug'urib turgan edi-ku. Buyuk talantlarning goyida o'z muhitiga patmay qoladigan to'sqinligimi bor-ku. Ular boshlariga ig'ir kunlar tushganda bir-biriga boshpana bo'lishgan edi. Mishat shuna bir masala bor. Masalan, biz Uyg'urlar nurg'ulg'an ideologiyalik o'zgarishlarni, kurashlarni boshdan kechirgan bir millat. Hozir shunday yashayapmiz. Mayli chet elda bo'laylik, mayli vatanda bo'laylik. Har xillar yog'si iqim, har xillar yog'si ideologiyalar bor. Amaliyotda yozilgan asarlar, shunday adabiyot degan nima desa, ijtimoiy reallikniki yozuvchining inkosining mas'uli deydigan bir aniqlamamiz bor-ku dars kitobda. Shunga o'xshash, ma'lum bir yozuvchininki, masalan, bir 60-70 yosh 60-70 yil yashagan bir yozuvchining ijodiyat vaqtini agar 30-40 yil desak, masalan, 20 yoshida rasmiy bir ijodiyat kirishib boshladi desak, 60 yoshga kirgan bir odam 40 yillik ijodiyat hayoti bo'lsa, 40 yil ijodiyat hayotida o'xshash saviya, o'xshash narsa bo'lmaydi. Chunki birisi inson o'zi to'xtamay o'zgaradi, pishib yetadi, o'xshamagan ishlarni boshdan kechiradi, uning qabul qildiganlari o'xshamaydi. Ikkinchisi, u yashayotgan davr, siyosiy tuzilma, nurg'un narsalar farqlandi. Dal shu nuqtadan bir yozuvchining o'xshamagan zamondagi yozgan narsalarga shu zamon, shu sharoit, shu vaqtga qarab turib baho berish kerak. Bo'lmasa adolatsizlik bo'ladi. Masalan, tunugun Abdurahim O'tkir haqida ozroq gap bo'lindi-ku. Abdurahim O'tkirninki biz eng qoyil, shaxsan men ichimdan qoyil bo'lgan bir tarafim shu. Abdurahim O'tkir qo'li qalam olgandan boshlab, mayli 1949 dan burunqi vaqt bo'lsin, mayli Gomindan hokimiyati bo'lsin, mayli bizningki o'zimizningki milliy armiya zamonidagi shu vaqtlar bo'lsin yoki keyingi 1949 dan keyingi taqib ostiga ilingan vaqtlar bo'lsin, hech qachon o'zining hayotiga qilchilik dog' tekkizadigan bir misra yozgan, bir qalam jijigan odam emas. Mushu tarafidan haqiqatan men bek qoyil. Lekin endi yana boshqa ba'zi xil donliq yozuvchilarimiz bor. Ularning albatta biz hurmatlaymiz, suyunimiz. Ammo ular masalan o'xshamagan madaniyat inqilobi zamonlarida ba'zi majburlanib yoki u bu shaklda bo'lsa-mu qalam tavratgan, shu davrni kuylagan yoki shuna bo'lgan ishlar bo'ldi. Va yoki bo'lmasa hozirmi yoki 2011-2012lardan keyingi vaqtlarda bir 2-3 yil shu gazetlarda, jurnallarda donliq yozuvchilar, professorlarni ideologiya sohasida bir narsa yozish majburlandi. Nurg'unlarning bu haqda yozgan narsalari uchirdi. Shu vaqtda biz Urumchidagi vaqtlarimizda bularga nisbatan nihoyatda kuchli qarshilik qilgan yoki bunda bo'lmaydi, unda bo'lmaydi degan vaqtlarimiz bo'ldi. Lekin endi chet elga chiqib ko'rgandan keyin ularga shunda biz yo'g'on bilib ketibdi ekanmiz palonchi yozuvchi deb. Mandab stanch professor deb ketibdi ekanmiz. Umi ani yozibdi, mani yozibdi deb qarg'ularcha og'rinishga yoki haqoratlashga bo'lmaydi deb qarayman. Bu yerda deyilayotgan narsami shu. Jambil degan nihoyatda dongliq bir kishininki shu vaqtda ayni chog'da Leninni maqtagan, Stalinni maqtagan, shu nurg'unlagan vatanninki
millatninki erkeklari, oldingi ziyolilari xalq dushmani deb tutilib ketayotgan shu zamonlardami yana shu hokimiyatni maqtab qilgan narsalari bo'lgan. Lekin buningga bu degan mandaq odamdi deyish adolatsizlik deyotidi. Ya'ni bu prinsipsizlik emas. Bu bizning uning hammani qabul qilganimiz emas. Uning yozgan shu vaqtdagi mayli majburlanib yozsin yoki qaysi shaklda yozsin, yozganlarini qabul qildiganligimizni tushundirmaydi. Balki uning shu vaqtidagi balki mandaq qilgandi deb u narsani o'ziga havola qilib, o'ziga topshirib, uning yaxshi taraflariga bo'lgan hurmatimizni bildirganligimizni ko'rsatadi. Bundan keyingi men o'ylayman mayli bundan keyingi tadqiqotlarimizda bo'lsin yoki baholarimizda bo'lsin, bir kishilarning qilayotgan ishlariga nisbatan bo'lsin, shunday qarash kerak. Masalan, eee, burun vatanda xizmat qilgan, ishlagan, chet elga chiqqandan keyin vatan millat uchun xizmat qilgan yoki burun xatolashgan bo'lsa-mu, keyin haq yo'lga qaytgan, to'g'ri yo'lni topgan odamlarga nisbatan odil bo'lish kerak. Burun o'tgan zamondagi narsalarni tortib, ichiqib so'rab, uni bugungi kunda qilish, yana shu biz nafratlanayotgan Xitoyninki madaniyat inqilobi mezgilida tortib chiqarib pipan qilish deb qo'ydigan-ku. Shuningga o'xshash. Shularni do'rig'imizdan boshqa bir narsa emas deb qarayman. Bugun shunchalik o'qiylik. Bu suhbatlar jarayonida vakilqa Shahonovning ovozimi o'xshash mening ovozim. Aytmatovning ovozim o'xshash mening ovozim. Balkim jiq his qilolmagan bo'lishimiz mumkin, ammo bir qozoq shoiri bilan bir qirg'iz yozuvchisining o'tirib, birinchi qatimda vatani juda haqida, ikkinchi qatimda shu millati ichidagi dongliq yozuvchilar, millatning ro'yiga ta'sir ko'rsatayotgan dongliq kishilar haqidagi bo'lgan suhbatlarni anglayotimiz. Davomini davomliq o'qiymiz. Keyingi boblarda ko'rishaylik. Alloh omonat.